Men qaytaman. Salli kimsanlar? Kuchli bosh chayqalishi esini yo'qotgan. Nima? Xo'sh bemor, nimalarni esla olasiz? Biz Tavrabga bordik. Ana boru, mahalliy aeroportda yonidagi Tavrabchi. Assalomu alaykum, Tavrabga xush kelibsiz deb xodim bizni kutib oldi. Munozamat ko'rsatib, shirin qahva bilan meni mehmon qildi. Rahmat. Dadasi. Suyulmay o'ling. Kechirasiz, siz kim edingiz? Voy. Aniq bosh miya chayqalgan. Qanaqa miya chayqalgan, Hammasi esimda. Davomini eshit. Tavrab turar joy majmuasi Sergeli tumanida ikki tarafdan xalqsevar bozorlarning o'rtasida joylashgan. Aeroport ham yaqin. 14 gektar yer maydoniga ega bo'lgan majmua, 40 ta uy binosi, avtoturargoh, bolalar o'yingohi, bog'cha, maktab, oilaviy shifoxona kabi infratuzilmalarni o'z ichiga sig'dira olgan shahar ichidagi shaharcha, dedi xodima. Loyiha ma'qul keldi va shu yerdan uy olishga qaror qildik. To'xtalaring. Nega o'z Tavrabdan bu uyni tanladik? O'zingiz aytdingiz-ku, dada. Menga bu taklif yoqdi. Kadastr bor. Tayyor ta'mirlangan uy. To'g'ri. Uning ustiga eng asosiysi nomimizga rasmiylashtirib berish. To'g'ri. Eng qizig'i, yashash uchun uylar tayyor ekan. Ko'chib kelaverdik. Uydan tushirayotganda xursandchilikdan hayolim ketib qoldi. Birdan hamma meni chaqirish boshladi. Dadasi! Dedi xotini. Keyin o'g'lim dedi. Kutilmaganda to'satdan bosh chaqalishi ekanmi? Yo'q, bosh chayqalmagan. To'lov shartlari qanaqa ekan? Tavrabdan hamyonbop taklif. Nomi nima edi? Taqsim. Taqsim? Qanaqa ekan u? Bunaqa qulay taklifni hech qayerda ko'rmaganman. Bu yangi to'lov tizimida 25% boshlang'ich to'lovni to'lab, 5 yildan 10 yilgacha muddatli to'lov asosida bo'lib to'larkansiz. Eng qizig'i, yugurlarsiz, hujjatlarni bor-ku. Bittagina pasport bilan rasmiylashtirasan bo'ldi. Voy, pasportim ham yonimda. Hoziroq borib, uy xarid qilaman. Omadingizni bersin. Rahmat. Tavrab, komfort hayot uchun to'g'ri tanlov. Shahar go'zalligini qaraq onasi. Dadasi. Yangi uyga ko'chsak, bo'yningga tilla tros olib beraman degandingiz-ku. Baribir sizni tanimadim-a? Siz kim edingiz? Boring.